O'zbek shou-biznes olamidan yana bir xabar. Aktyor Bobur Yo'ldoshev haqida hozirgina shoshilinch xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Teatr va kino aktyori Bobur Yo'ldoshev kitob mutolaasini dadasidan o'rgangani, onasining vafoti sabab ma'lum vaqt o'ziga kelolmagani, farzandlarini san'atkor bo'lmaslikka ko'ndirgani haqida aytib berdi. Chorshanba va yakshanba kunlari mutolaa kunim edi. 14 yoshimda Naba Abdurahmonovning studiyasida tajriba tariqasida ishlaganman. Bu vaqtga qadar bir nechta filmlarda bosh rollarni o'ynashga ulgurgandim. Ham teatrda ardoqli aktyor ham orasida ulg'ayganim uchun teatr nimaligini bilaman deb imtihon topshirib ko'rganman. Imtihondan o'tganimdan keyin bildimki, saralanganlar orasida eng kichigi ekanman. Qolgan bolalar maktabni tugatgan, 18 yoshdan oshgan. Men endi 14 yoshda bo'lganman. Shuning uchun ular bilan suhbat mavzulari topilmasdi. Mening gapim ularga, ularning gapi menga to'g'ri kelmasdi. Shunda dadamning oldilariga kitob so'rab borganman. Kitob o'qisam gaplashishga mavzularim bo'ladi deganman-da. Shundan keyin to 18 yoshimgacha haftasiga 2 kitobni ham o'qib, ham konspekt qilib dadamga tushunganlarimni gapirib berardim. Chorshanba va yakshanba kunlari mutolaa kunim edi. Dadam meni eshitilardilar-da, keyin o'zlari bu unday, bu bunday deb tushuntirib berardilar. Ana shundan kitobga qiziqish paydo bo'lgan. Hozirgacha kitob mutolaasini davom ettirib kelaman, deydi aktyor. Onamni yo'qotganimdan so'ng uyga kirolmaganimdan Moskvaga ketganman. Onamni yo'qotish men uchun katta fojia bo'lgan. Taxminan 5 yillar o'zimga kelolmaganman. Ular juda yaxshi ayol edilar. Har kuni ishdan uyga qaytganimda do'ppidek osh qilib kutib olardilar. O'shanda 27 yoshlarda edim. Har kuni tushimga kirardilar. Hatto vafotlaridan keyin uyga kirolmaganimdan ma'lum muddatga Moskvaga ketganman. Moskvadan otam, opa-singillarimni sog'inganimda qaytdim, deydi aktyor suhbat avvalida. Farzandlarimni san'atkor bo'lmaslikka ko'ndira olganimdan xursandman. Qizim Irisning fe'l-atvori, yurishlari, qarashlari onamga o'xshaydi, faqat u biroz zamonaviyroq. Nima bo'lganda ham farzandlarimni aktyor va aktrisa bo'lmaslikka ko'ndira olganimdan xursandman. Ularni bunga ko'ndira oldimmi, demak bolalarim san'at odamlari emas ekan. Tan olish kerak, bu kasb juda og'ir, ammo shu sohaning odamni har qanaqasiga aytsangiz ham fikridan qaytara olmagan bo'lardingiz. Xuddi ota-onam meni aktyor bo'lish niyatimdan qaytara olmaganlari kabi. Kollejda o'qib yurgan kezlarim darsdan keyin teatrga ham borib yurardim. Yosh tomoshabinlar teatrning polini bir oy davomida har kuni yuvdirishgandi. Bu bilan san'atdan ko'nglim sovib ketishini kutishgan, ammo bunday bo'lmadi. Baribir aktyor bo'ldim. Navro'za qizim ham hech kimga aytmasdan X Factorda qo'shiq aytib chiqibdi va hakamlar sinovidan o'tdi. Hech kim uni qizimligini bilmadi ham. Shunday bo'lsa ham farzandlarim san'at yo'lida emas, deydi Bobur Yo'ldoshev. Talabalar ustozlarimizning kasbga bo'lgan mas'uliyatini o'rganishlarini xohlayman. Hozirgi kunda otasi asos solgan Diydor teatrida rahbarlik qilayotgan aktyor teatr va kinoning ertasi haqida gap ketar ekan, bu borada o'z fikrlarini quyidagicha aytib o'tadi. Avvallari odamlar 3 soatlik spektaklni bir nafasda tomosha qila olgan, ammo bugun buning sira ham iloji yo'q. Tomoshabin e'tiborni tutib turish qiyin. Teatrga ko'p talabalar kelishadi. Ular bilan suhbatlashib bilamanki, ular teatr va kino ustunlari. Shukur Burxonov, Zaynab Sadriyeva, Olim Xo'jayevlarning kasbga bo'lgan muhabbatlarini emas, tashqi tomondan o'zini tutishlarini, yurishlarini, ovozlarini o'xshatishga harakat qilishadi. Teatrga amaliyot uchun kelayotgan 90% talabalar shunday. Oliy ta'limda 4 yil davomida ustozlarning teatrga bo'lgan mas'uliyat hissini, kasbga muhabbatini o'rganishlarini, ijro etganlarini soxta bo'lmasligini xohlardim. Endi avvalgidek 3 soatlik spektaklni bugungi kun odamlari qabul qila olmaydi.
Zamon tezlashdi, internet, telefon chalg'itadi hammani. Oldingidek sekin gapirish-u sekin yurib rol ijro etishning o'rniga zamonga moslashishimiz kerak. Masalan, sahnada 1-1,5 soatlik spektakllarni qo'yishimiz kerak. Agar yuqorida sanab o'tgan afsonaviy aktyorlarimiz bugun tirik bo'lganlarida ular ham shunday qilgan bo'lardilar, deydi u. Erkak uchun baxt nima deb berilgan savolga aktyor Bobur Yo'ldoshev shunday javob beradi. Erkakning baxtli ayoli bilan bog'liq. Hozir afsuski ayollar juda ham o'zgarib ketgan. Bunga sabab internet va undagi soxta psixolog kouchlardir. Ularning gapiga kirgan ayollar sizga uy, joy, mashina, pul hammasini qilib berishing kerak. Shunga majbursan deb hisoblaydi, lekin evaziga esa erkin bo'lishini xohlaydi, deydi aktyor Bobur Yo'ldoshev. Aktyor Bobur Yo'ldoshev Mirsodiqova bilan YouTube kanaliga bergan intervyusida teatrdagi faoliyati, daromadlari va oilasi haqidagi savollarga javob berdi. To'yga chiqmasligining sababi: teatrimiz kategoriyasi bo'lmagani uchun oyligimiz juda kam. Mening asosiy daromadim kino, klip va reklama syomkalaridan. Birinchi marta Nigora Karimboyeva bilan Timur Musoqovning to'yida boshlovchilik qilganmiz. Shundan keyin ko'pincha Nilufar Sotiboldiyeva bilan birga to'yga chiqardik. Bir kuni kimningdir to'yini olib borayotganimda to'yxonaga dadam kelib qolganlar. Shundan keyin dadam menga telefon qilib, "O'g'lim, senga to'yda boshlovchilik qilish taklifi kelsa, menga telefon qil, o'sha pulni o'zim beraman. Boshqa to'yga chiqma", deganlar. Konfetlar haqida: rejissyorlarga konfet bo'lsa o'ynamayman deyman, lekin bir xil paytda loyihada tushib qo'yasiz, yarmiga kelib konfetlar bilan o'ynashga to'g'ri keladi. Shunaqa vaziyatlarda konfetlar bilan birga ishlashga to'g'ri kelgan, lekin teatrda rejissyorlar konfetlarni o'ynata olmaydi. Buning umuman iloji yo'q. Shunday konfetlar borki, ular ikkita gapni bir-biriga qovushtirib gapira olmaydi. Instagramda nega faol emas? Instagramda kuzatuvchilarim ko'p emas. Men nima qilaman u yerda? Boshqalarga o'xshab vayn olamanmi? Bu mening mavzuyim emas. Men maza qilib ishlaydigan ishim bu teatr va repetitsiya. O'sha yerda biz hayot yaratamiz. Ajrashishlar ko'paygani haqida: menimcha hozir ayollar ozgina aynigan. Ular juda ko'p erkinlik talab qilmoqda. Hech kimga hisob bermayman, xohlagan joyimga boraman, kelaman deyishyapti. Lekin erkak kun bo'yi ishda bo'ladi. Kechki payt charchab uyga keladi. Shunda ayoli uni ochiq yuz va shirin ovqat bilan kutib olishini xohlaydi. Ayol kishi eriga yaxshi so'zlab motivatsiya bera olishi kerak. Misol uchun, xotini yo'q erkak biz uylanganlardek ko'p ishlab pul topishga harakat qilmaydi, chunki biz erkaklarga ko'p narsa kerak emas. Bitta mayka, bitta shalvar va boshqa odatlarimizga pul bo'lsa bo'ldi. Internet ayollarni aynityapti deb o'ylayman. Psixologlar o'zingni sev, hayotda bir marta yashaysan deb o'rgatyapti. Hozir hech kim qo'lida kir yuvmaydi, kir mashinaga soladi. Idish-tovoqlarni ham mashina yuvyapti. Ovqatni ham tayyorni buyurtma berishyapti. Ayollar bu narsalarni ko'rib ozgina ayniyotganga o'xshayapti nazarimda. Ayol kishi eri ko'tarib kelgan narsani maqtashi kerak, shukr qilishi kerak. Shunda erkak u ayol uchun tog'larni ag'darishga ham tayyor bo'ladi. Rafiqasi haqida: ayolim grek millatiga mansub aktrisa. Biz ertadan kechgacha teatrdamiz. Qayerdan muhabbat boshlanadi? Biz u bilan bitta spektaklda sevishgan juftlikni o'ynaganmiz. O'shanda unga nisbatan yuragim jiz etgan. Bir-birimizga bog'lanib qolganimiz. Keyin turmush qurganimiz. Aktrisa bo'lgani uchun meni boshqa partnyorlarimdan rashk qilmaydi, tushunadi. Men ham uni boshqa aktyorlardan qizg'anmayman. Unga o'zimga ishongandek ishonaman. Ishonch bilan ayta olamanki, bitta xonaga 50 ta erkak bilan kirgizib yuborsam ham u toza chiqadi. Qanaqa qilib oila bo'lishi mumkin agar erkak va ayol bir-biriga ishonmasa? Birinchi rafiqasi haqida: birinchi rafiqam olamdan o'tgan. Turmushimizdan bitta o'g'limiz bor. U hozir biz bilan yashaydi. Rafiqam sigaret chekardi. Bir marta qattiq yo'tal bo'lib qolgan. Shifokorga borganimizda tuberkulyoz degan tashxis qo'yishgan va juda katta dozada antibiotik yuborishgan. Yuragi katta dozani ko'tara olmasdan 2 kunda vafot etgan. Aslida u bronxit bo'lgan ekan. O'zimizni har doim yolg'iz his etaman. To'g'ri, rafiqam va 4 nafar farzandim bor, lekin farzandlarim mening olamimda emas. Ular bilan kechki payt birga televizor ko'ramiz, lekin har bitta odam yolg'iz. Biz bu dunyoga yolg'iz kelamiz, yolg'iz ketamiz. Mening dunyomda hech kim yo'q. Yo'ldoshlar bor. Men yolg'iz qolganimda hech qachon zerikmayman. Kitob o'qiyman, kino ko'raman.